Hammaga assalomu alaykum. Men Umidjon. Mening Narvon YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilishinglar muhim bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz, ya'ni kazino strimerlar haqida. Ushbu video orqali sizlarni aldab, ishonchlar suiiste'mol qilib va shuni evaziga hech nima bo'lmagandek maza qilib yashab yurgan kazino strimerlarning asl yuzi bilan tanishasiz. O'zbekistonda bora-bora rivojlanib borayotgan va ko'plab odamlarni o'z tomoniga og'dirib, ularni jarta moyda qilayotganlar aynan kazino strimerlari bo'ladi. Ular o'z maqsadi yo'lida vatandoshlarini, dindoshlarini, kerak bo'lsa yaqinlarini ham ayab o'tirishmayapti. Kazino strimerlarning birgina asosiy vazifasi YouTube platformasi orqali jonli efir tashkil qilib, tomoshabinlar qarshisida bukmekerdagi live kazino, slot, poker, shunga o'xshagan o'yinlarni o'ynab, ularni qiziqtirish va shu bilan birgalikda bukmekerlarning reklamasi bilan shug'ullanishidir. Va strimerlar go'yoki bu stream sizlarni maza qilishinglar uchun prosta ko'p kayf qilinglar, lekin o'ynamanglar deb o'zlarini oqlashadi. Nimaga o'zlarini oqlashadi deganimda video davomida tushunib olasiz. Keyingi bo'limga o'tishdan oldin jahonga mashhur top 3 ta kazino strimmeri haqida gapirmoqchiman. Birinchi o'rinda Roshten nomi bilan tanilgan shvetsariyalik mashhur kazino strimmeri bukmekerlar bilan hamkorligi ortidan o'z davrida yiliga 2-3 million dollar ishlab topgan. Bu oyiga taxminan 165 ming 250 ming dollar atrofida bo'ladi. Roshten 2022-yilda YouTube platformasidan bir-biriga bloklangan. Sababi uning kontenti qimorga targ'ib deb topilgan. Shu sababdan ham Roshten hozirda o'z faoliyatini Kick platformasida davom ettirmoqda. Ikkinchi o'rinda MDH davlatlar o'rtasida Melstroy nomi bilan mashhurlikka erishgan belarusiyalik mashhur kazino strimmeri bukmekerlar bilan hamkorligi davomida oyiga 4 milliondan 8 million dollargacha ishlab topgan. Internetdagi ma'lumotlarga ko'ra, Melstroy YouTube, Trovo, Twitter platformalaridan bir-biriga bloklangan va u o'z faoliyatini boshqa yo'nalishda davom ettirmoqda ekan. Uchinchi o'rinimizda Trainwreck TV nomi bilan tanilgan amerikalik mashhur kazino strimmeri. E'tibor qiling. 16 oy mobaynida birgina bukmeker bilan hamkorligi ortidan 360 million dollar ishlab topdi. Tushunyapsizmi? 360 million dollar. Balay. Internetdagi ma'lumotlarga ko'ra, Trainwreck TV ham YouTube platformasidan bir-biriga bloklangan va u ham o'z faoliyatini boshqa yo'nalishda davom ettirmoqda ekan. Bu savol tug'ilishi tabiiy holat. O'zbekistondagi deyarli barcha kazino strimerlar real balansda emas, real balansda farq qilmaydigan balansda o'ynashadi. Shuning uchun ham ular yutadimi, yutqazadimi ularga qiziq emas. Ularga qiziq bo'lgan mavzu stream vaqtida ularni nechta odam qo'llab-quvvatlashi va kuzatishdi. Chunki aynan shu qo'llab-quvvatlab kuzatgan odamlarning ortidan ular daromad topishadi. Va ba'zi strimerlar men real balansda o'ynayman, xolos sen buni isbotlab beraman deyshadi. To'g'ri, real balansda o'ynash mumkin, lekin mendagi ma'lumotga ko'ra, u real balansda o'ynab yutqazgan taqdirda ham bukmekerlar uning yutkazgan pulining ma'lum qismini qaytarib beradi. Albatta stream o'chgandan keyin. Va strimerlar tez-tez qanaqadir rozigirish, YouTube'dan cho'tal, obunachisi uchun iPhone'ning so'nggi modeli, hattoki avtomobil ham sovg'a qilaman deb odamlarning e'tiboriga jalb qilmoqchi va buni uddalashyapti ham. Bu sovg'alarni albatta berishadi. Bermaydi deya olmayman, lekin hammasi ham emas. Sizlarda shunday yana savol tug'ilishi mumkin. Strimerlar real balansda o'ynamasa, bu sovg'alar uchun pulni qayerdan olyapti? Bu haqida video so'ngida gapirib o'tganman. Xullas, bitta so'z bilan aytganda, kazino strimerlari bizlarni e'tiborimizni jalb qilish uchun maksimum harakatda. Siz ham streamda nimadir yutganmisiz? Kommentariyada yozib keting. Tushunib turganingizdek, ularning asosiy maqsadi bizni asta-sekin qimor tomon yetaklash va buni uddalashyapti ham. Qimorga bir qadam qo'yildimi, u yo'g'i ketdi. Avvalgi yaxshi kunimga deb yig'ib qo'yilgan pullar yutkaziladi, keyin bir oy mobaynida ishlab topgan pulni yutkazadi, keyin kredit oladi, tanishlaridan qarz va shu tariqa kazino strimerning to'riga ilinib qolganini o'zi ham bilmay qoladi. Va bu yo'l juda uzoq davom etadi. Nimaga? Chunki biz mag'lubiyatni tan olmaymiz. Afsuski, bu holat kundan-kunga ko'paymoqda. Aksariyati eng achinarlisi o'z joniga qasd bilan qilinmoqda. Shundan 3 tasini aytib bermoqchiman. Xo'p, 2021-yilda Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi katta miqdordagi mablag'ni qimorga yutqazib qo'yganligi sababli o'z joniga qasd qildi. Manba Ogoh.uz. 2022-yilda Namanganning Norin tumanida yashovchi 33 yoshli fuqaro o'z uyida osilgan holatda topildi. Uning onlayn qimor o'yinlaridagi yutqazaverishi oilasida kelishmovchiliklarni keltirib chiqargani va shu sababli o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda.
Manba Gazeta.uz. Yana bir holat. 2024-yil Andijonda onlayn qimorda 11 million so'm yutqazib qo'ygan 3 farzandning onasi o'zini kanalga tashlab, o'z joniga qasd qildi. Manba Novoy 24. Bu holat respublikamizning turli nuqtalarida kuzatilmoqda. Afsuski, achinarli holat-a. Siz ham eshitgandirsiz. Qaysidir qarindoshingizni qo'shnisi katta miqdordagi pulni qimorga o'tkazib qo'yib, Rossiyaga ishlagani ketgan. Yoki qaysidir Rossiyadagi tanishingiz bilan birga ishlaydigan hamkasbi 1 yildan beri uyga pul chiqarmasdan onlayn qimorga yutqazib yuribdi. Haligacha tushunmayotganlar uchun. Yo'q, men bu darajagacha bormayman, men chegarani bilaman deb o'ylayotganlar. Tayyor turinglar. Sizlar ham joningizni, halovatingizni, yaqinlaringiz sizga bo'lgan umidini, orzularingizni qanday qilib garovga qo'yib yuborganingizni o'zingiz ham sezmay qolasiz. Vaqtida ko'zinglarni ochinglar, o'zingizlarga boshqa ermak topinglar. Ushbu video tomosha qilayotganlar orasida menimcha umidsizlikka uchraganlar juda ko'p. Ularning miyasida kelajak tugul, yarim soatlik reja ham yo'q. Ularda bitta fikr, shu pul topsa, shu o'yinga solsa, yutqazsa. Qo'pol qilib aytganda zombiga aylanib qolishgan. Bu borada faqat sizni ayblashim noo'rin albatta. Siz yutqazmayapsiz, sizni yutishyapti. Siz bugundan, hozirdan qimor tashlashingizni rosa xohlardim. Bo'ldi, yutqazgan pullaringizni o'ylamay qaytib yuta olmaysiz. Sizning miyangiz allaqachon yutqazish rejimiga moslashib bo'lgan. Bu o'yinni yutmoqchimisiz? Shunchaki to'xtating. To'g'ri, qiyin. Men tushunaman, men ham bu bosqichdan o'tganman. Mana men uddaladim. Demak, sizni ham qo'lingizdan keladi. Bu o'yindan hech kim foydada chiqa olmaydi. Bu o'yindan zararda chiqadi hamma. Iloji yo'q. Shuni tushunishingizni xohlayman. Agar siz ham bugundan hozirdan qimor tashlamoqchi bo'lsangiz, meni Telegram kanalimga o'ting. U yerda qimorni tashlashingiz uchun sizga yetarli sabablar mavjud. Hammaga qiziq bo'lgan mavzuga ham yetib keldik. Bizning O'zbekistondagi kazino strimerlarimiz bukmekerlar bilan hamkorligi Revenue Share va CAP orqali amalga oshiriladi. Bu ya'ni ularni bergan link orqali ro'yxatdan o'tasiz yoki promo kodini yozib ro'yxatdan o'tasiz. Shuning evaziga ular kelishuvga qarab haq olishadi. Yana ham haligi tushuntirib bersam, Revenue Share bu Rev Share. Qisqa qilib aytganda, tarjimasi daromad ulushi. O'z nomidan menimcha ma'nosi tushunarli. Ya'ni streamerda bergan linki yoki promo kodi orqali siz ro'yxatdan o'tasiz. O'ynash davomida siz yutqazasiz. Shu yutqazgan pullaringizdan 25% dan 60% gacha siz ishonib, sevib tomosha qilgan streamerning hamkorlik hisobiga kelib tushadi. Agar siz streamerni promo kod orqali ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz. Keyingisi CAP. CAP ham shu RevShare'ga o'xshagan, lekin biroz farq qiladi. Unda siz yutqazgan pullaringizdan ular haq olishmaydi. Siz yangi registratsiya qilasiz va shu zahoti depozit qilasiz 24 soat ichida. Ular bir martalik haq oladi. $10 dan $50 gacha. Bu undan ham yuqori bo'lishi mumkin. Keyinchalik streamerlarning natijalari yaxshilanib borishi ortidan ular gibrid bosqichga ham chiqishi mumkin. Ya'ni bu Revenue Share bilan CAP ni birgalikda qo'llanishi. Buni ortidan streamerlar yaxshigina daromad topadi. Yana ham yaxshi. Boshida uni yo buni tanlashingiz kerak bo'ladi. Streamerlar uchun yana bonus pullari ham bor. Buni fix deb atashadi. Fixni streamerlar olishi uchun stream vaqtida bukmekerlarning reklamasi bilan faol shug'ullanish kerak. Buni ortidan ular $500 dan $3000 gacha olishi mumkin. Va bundan tashqari streamerlar uchun doimiy demo balans bilan ham ta'minlanadi. Streamerlar o'z Telegram kanallari orqali Express va signallar sotib ham yaxshigina daromad topishadi. Misol uchun har bir streamerning o'z Telegram kanallari bor va yopiq Telegram kanallari ham. Ular doim yopiq Telegram kanallarini asosiy Telegram kanallarida reklama qiladi. Ya'ni mana bunaqa ko'rinishda. Menda bugungi 15 koeffitsiyentli futboldan tuzilgan 100% o'tadigan kuponim tayyor. Narxi skidkada 150 ming so'm. Yoki shu yopiq gruppamga a'zo bo'lish narxi bir haftalik 400 ming so'm. Va shu aviator JetXlarga ham yolg'ondan signal sotaman deb bir haftalik obuna 100 ming so'm deb masalan belgilashadi. Bir oy mobaynida har bir streamer menimcha 100 ta odamni aldashga muvaffaq bo'lsa kerak. 100 ta odamdan o'rtacha 200 ming so'mdan olsa ham oyda oxirida 60 million ekan. Dollarda Premierda $4,5 atrofida bo'lar ekan. Streamerlar yangi o'yinchilarni qiziqtirib va o'z promo kodi orqali ro'yxatdan o'tkazish orqali O'zbekiston sharoitidan kelib chiqqan holda $10,000 dan $15,000 gacha topish mumkin ekan. Hozir kimdir ishonmashi mumkin $15,000 topamidi.
Yo'q, bular undan ko'p topishi mumkin. Men unga ishonaman. Chunki aynan bukmeykerlar shu pullar to'laydi. Nima uchun to'laydi? Chunki bular bukmeykerlarga undan 10 barobar, kerak bo'lsa 100 barobar foyda olib kelishyapti. Bu pullar qayerdan kelyapti deb savol berishingiz mumkin. Tomoshabinlarda yo'qotgan umidi, sindirilgan orzusi, oilasini buzilishi evaziga kelmoqda afsuski. Shu kungacha siz necha pul yutkazdingiz? Hech hisoblab ko'rganmisiz? Qani bir hisoblab kommentariyada yozib ketingchi. Endi menga qiziq bo'lgan mavzuga ham yetib keldik. Xo'p, streamerlar, bukmeykerlar bilan hamkorligi davomida 1 oy mobaynida O'zbekiston sharoitiga kelib chiqqan holda o'rtacha 10 ming dollar ishlab topsa desak ham, Telegramdagi pulini qo'shsak, daromadini 14,5 ming dollar bo'lyapti. Endi tushundingiz, rozigrish va sovg'alar uchun pulni qayerdan olishini. Именно shu 1 oy mobaynida ishlab topgan pulidan qanchadir qismini ajratishadi. Misol uchun men 70% ni ajratgan bo'lardim. Nimaga bunaqa ko'p deyishingiz mumkin? Chunki mening maqsadim yangi obunachilarni o'zimga jalb qilish. Yangilarni jalb qilishim uchun eskilarni olib qolishim kerak, nimadir qilib. Shu sovg'alar berib, pul berib, albatta olib qolaman-da. Men nima qilardim? 10 ming dollarni 3 ming dollariga iPhone so'nggi modelini olardim. Keyin yana 2 ming dollarga har xil sovg'a. Misol uchun bitta PlayStation, naushniklar, iWatch. Keyin yana 2 ming dollarga aytaylik, yo'q, 3 ming dollarni 1 oy mobaynida YouTube'dan cho'tal deb aytadi-yu, bugun zamonot bo'lsa cho'tal beraman deb 100 ming, 200 ming so'mdan cho'tal beradi-yu. Shunaqa 3 ming dollar 1 oy mobaynida cho'tal qilib tarqatasizdim. Keyin qolgan 2 ming qolyaptimi? Qolgan 2 mingni tabiiyki, misol men hamma tomosha qilayotgan, masalan 500 tami, 1000 tadan tomosha qilayotgan stream vaqtida odamlarga men sovg'a bera olmayman hammasiga. Bunga menga resurslar yo'q. Pul ham bera olmayman. Shuning uchun ular hech narsa yutmaganlari bor-da orasida hech qachon. Shular meni qaytib ko'rmasligi uchun, ko'rmasligi uchun, to'g'ri. Yana ko'nglida qayta joy olishim uchun qolgan 2 ming dollarni diqqat qiling. Shunchaki ehsonxo'rman muhtoj odamlarga. Ha, bu meni so'kishinglar mumkin o'z kommentariyada. U ehson to'g'ri yo'lda qilyapti, boshqa yo'lda yo'q. Aynan shu yo'lda qilishyapti. Boyagali ikkita iPhone bilan sovg'alarni oyning oxirida random orqali obunachilarimga tarqatasdim yoki shunchaki tanishlarimga berib yuborasdim. Shunda hamma xursand. Menda 4,5 ming dollar qolyapti. Obunachilarim bir qanchasi sovg'ali bo'ldi, yaxshigina pul sarfladim. Tez orada men ham 50 ming dollarlik natijaga chiqaman. Buning uchun yaxshigina ter to'kyapman. Ha, aytgancha, boyagi YouTube'dan cho'tal deb tarqatgan 3 ming dollarimni baribir ham o'ynab yutqizishadi. Shunda qanchadir qismi yana o'zimga qaytib keladi. Xo'sh, mana endi video so'ngiga ham yetib keldik. Mana bu haqiqat, lekin buni ko'pchilik baklashga deydi, suv deydi. Lekin bir narsani bilinglar, haqiqat doim ko'ringandaqa bo'lmaydi. Ushbu video orqali endi o'ynashni boshlayotgan yoki endi qiziqayotganlar o'ynamanglar deyishni xohlardim. Aksincha, menga zaharlab buni baklashga deb o'ylayotganlar aslida bu baklashga emasligini tushuntirishga harakat qildim. Shu qisqa 15 minutlik video davomida men 100% haqiqatda atigi 35% gapirishga muvaffaq bo'ldim. Sababi bu meni birinchi videom. Anchagina qiyin bo'ldi. Iltimos, like bilan podдержка qilinglar. Qaysidir yana yetib bormagan, haligacha qimor o'ynayotganini ko'rsa haqiqatda, balkim shu sababli u ham qimorni tashlashi mumkin. Tez orada yana men ma'lumotlar to'plashim bilan sizlar bilan ikkinchi qismda ko'rishaman. Hozircha podpiska bosib qo'ying, like bosib qo'ying. Xayr. Hammadan uzr so'rayman kamchilik uchun. Bilaman, juda ko'p kamchiligim bo'ldi. Rosa qiynaldim to'g'risi. Ochig'i qiyin ekan, oson emas ekan. Gapirib borish. Miyamdagi gaplar turibdi, shunchaki adashib ketyapman. Shuning uchun shuni kuchidan ham like bosib qo'yinglar. Kommentariyada qayerda nima xato qilib ketganimni yozib ketsanglar xursand bo'lasizlar. Hammaga rahmat, ko'rishguncha.
Xursand ko'rinadi balki, ammo ularni doim baxti yo'q. Bisotiga yig'ib pullarni podshohlarni taxti yo'q. O'lib bo'lgan qalbi, lekin qalbini jasadi yo'q. Joni dimog'iga kelganda tavbaga fursati yo'q. Qabri tomon qaramasidan jim olib borsa-da yo'l. Tobutidan chiqardi qancha bo'mbo'sh qolib ketganda qo'l. Savoblari tarix kabi gunoh amalla bo'ldi ko'l. Beradi va'da har yil, ammo natija nol. Kimlarni yeb ketdi bu nafs, nechtasi qildi jonga qasd, ketganida vijdonga past, qonlarga botdi bo'ldi dast. Insof sotishda kimlar as, har bir qadam bosib nas. Holimizga voy kelmas unga Allohdan boshqasi bas. Salom amaldor, nega xalqi yo'q madori? Ichib qonunga qasammi, cho'ntaginda qora dori. Tobora borib bari yegan porang qorningga bo'lib bajo. Qani yosh bolani qoni qoldi qatta ettajol. Ko'zi qisgan boy bo'ladi, o'z xalqini o'ylagan emas. Nochorlarning ustiga chiqib olgan odam aslo pastga qaramas. Deputat yo hokimmidi, asabiy yo sokinmidi, vijdon bilan etchi kafani boshqacha rommikinmidir? Po facto